Sen qaraylar. Orqamdan quvlab kelyaptilar. Aeroportga dedilar. Oyisi bor bilibki, Shahlomi yo'qmi? Bor bilibki, dedi. Shunga qizini yubordi hozir. O'lamanmi? Nima qiladigan bo'ldik? Ketdikmi? Topdingizmi taksi? Mazami? 400 ming? Ozroq qo'shib aqishga ketvoramiz. Azizlar, mana ochilishga tayyorgarlik katta bo'lyapti. Mana sharlar bilan prям yerga kirishligi chiroyli qilib bezatib qo'yganmiz. Ichkarida ham sizlarga katta skidkalar e'lon qilib qo'yganmiz. Undan tashqari sovg'alarimiz ham bor. Endi ichkani sizlarga obzor qilib beraman. Sizlar uchun mana shunaqa 35 ming so'mga damashni tapichklar tayyorlab qo'yganmiz. Shunaqa chiroyli oyoq kiyimlar atiga 49 ming so'm. Shunaqa brendli oyoq kiyimlar atiga 78 ming so'm. 99 ming so'mga mana shu sumkani olishinglar mumkin. Ya'ni ikkita sumka. Shunaqa brendli chiroyli sumkalarimiz atiga 99 mingdan qilib qo'yganmiz. Kichkina bolajonlar uchun ham mana shunaqa skidkalarimiz bor. Mana shu oyoq kiyimlar atiga 60 ming so'mdan. Bahorga mazza qilib kiyadigan shunaqa modniy tuflilar atiga 99 ming so'mdan qo'yib qo'yganmiz. Ertaga ochilishda odam ko'p bo'ladi. Keyinroq borsammikan deb o'ylamanglar. Do'konimiz bag'ri keng, 550 kvadrat. Bemalol kelib, xohlagancha xarid qilishinglar mumkin. Bular 78 ming so'mdan, bu kabloklar esa 99 ming so'mdan. Bularni hammasini ertaga soat 11:00 da ochilishga kelib, bemalol xarid qilishinglar mumkin. Nima qilsam ekan? Hayot nima bo'lar ekan ertaga? Bolalarning kelajagini qurishim kerak deb rels ko'rib o'tiribdi. O'tirishini qaranglar, nima qilay yana? Qizvaratdi. Xalaqit bermang. Men o'ylayapman, muhim ishlar bilan bandman.